Mana shunaqa shinam podyezddan kirib kelishimiz bilan bizani перехожка qismimiz kutib bo'ladi. Перехожкamiz ham elektromontajlar bo'lgan, включательlarimiz ham eng yaxshilardan qilingan. Перехожкamiz, koridorimiz, sanuzel, oshxonamiz cho'plov bo'lgan, qolgan hamma joylarimiz radiator. Bu yoqda super mo'ysha aboy, patologlarimizni o'ziga ham aboy yopishtirilgan. Qayerda ko'rgansiz bunaqa patologlarni? Mana bu yoqda bizning razdelli sanuzellarimiz, do patalka, qimmatbaho kafillar, tahorat qilish uchun smestitellar ham qo'yilgan. Mana bu yoqda esa vannamiz bo'lyapti. Vannamizni ham ko'rishingiz mumkin. Rakvinalar bilan kafillar qimmat bo'lgan. Oshxonamizni ham ko'rishingiz mumkin. Juda shinam keng oshxona. Bunaqa oshxona hamma ham kvartirada yo'q. Super mo'yish aboy, jalyuzi, patologlarimiz bejirim, juda qimmatbaho kafil, kuxondan abo akrildan, bilsangizlar agar bilasizlar buni. Mana bunaqa fartuklarni ham kafil qilib, smestitellar eng yaxshisidan. Mana bu yoqda gazlarimiz hali ochilmagan, yangi hech kim yashamagan kvartira qidirganlar uchun mana shu kvartiramiz ideal. Egamizning o'zlari uchun qurganlar, taxlaganlar, remont qilganlar. Bu yo'g'ini yana nima qilib olsangizlar bo'ladi, o'zlaringizga kerakli mebellar bilan. Mana bu yoqda esa bizning spalniy xonamiz bo'lyapti. Spalniy xonamizga ham e'tibor berishingiz mumkin. Mana bu yoqda beshiklarga e'tibor bering. Mana bularga patologlarimiz natijnoy bilan gipsokarton va aboydan kombinatsiya qilingan. Juda bejirim chiqqan lyustralarimiz yaxshisidan, pardalar, elita pardalar, turetskiy radiatorlar ham qo'yilgan, ko'rsatib o'taman. Juda yaxshi o'zlari uchun ta'mirlangan magnetiv ruchkalik romlarimiz ham yaxshisidan qo'yilgan. Yana bitta narsaga e'tibor beramiz. Men eshikni ochganda предохранители bor. Sizni devoringizga tegib, remontingizni buzmasligi uchun mana shu melichlarga ham e'tibor berilgan kvartira. Mana bu yoqda bizning zal qismimiz bo'lyapti. Zalimiz ham juda shinam, o'zini открытый balkonlariga ega. Balkonlarimizni ham kafil qilib qo'yganlar. Buni endi podrobni chiqib ko'rsatib o'tirmaymiz. Bitta kameradan prosta ko'rsatib o'ting. Mana bu yoqda ham juda yaxshi bejirim remont qilingan. Ushbu remontimizga egalarning aytishlari bo'yicha 13 ming AQSh dollarini rasxod qilib yubordim dedilar. Hammasini o'zim uchun taxladim dedilar. Narxini esa 46.900 dollarga baholadik. Yana ozroq savdo qilish uchun zazori bor. Men o'ylaymanki 72 kvadrat kadastrda yozilgan bu pulga arziydi. Pastdagi nomerga aloqaga chiqing.